Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Nihoyat 3-bosqichga yetib keldik. Mana ushbu chetimizni obyektimizga kelib o'rnatdik. Tashqi ko'rinishi, ichki ko'rinishi mana shu dizaynda joy oldi. Mana rubildagi shinalar hamda avtomatlar hamda bu yerda jami 8 ta kondensator bonga qo'yildi. 5 tasi 50 kvar, bittasi 30 kvar. İkincisi pastdagi ikkinchisi ya'ni 20 kvar hamda eng oxirgisi 15 kvar. Jami bu yerda 315 kvar kondensator bonka shetimiz yig'ildi. Mana ko'rib turibsiz. Mana shunday holat. Mana bu esa kontrolleri, ya'ni o'zbekcha tilda aytganda miyasi deyiladi. Bu o'sha obyektda o'sha dvigatellar bilasizlar, asosan reaktorni ishlab chiqaruvchi manba hisoblanadi. O'sha dvigatel ishlagan jarayonda o'zi avtomatik kerakli bo'lgan reaktiv energiyaga qarshi o'sha kondensator bonkalarni qo'shadi. Buni afzalligi shundaki, o'zi hamma narsani kontrol qiladi. Buni ruchnoy varianti ham bor, lekin bu programma, ya'ni kontroli bilan bo'lgani maqsadga muvofiq. Chunki bunga inson shart emas, bu kelib qo'yishdan o'zi avtomatik qo'shib, o'zi himoya vositalari bor. Bu kontrollarning har xil turlari bor. Eng sinovimizda o'tgan kontrolimiz bu PFR12 modeli. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga chiqaverasizlar. Bizlar doimo sizlar uchun xizmatda. Rahmat.